Carsharing Toshkent shaharda carsharing yo'lga qo'yilar ekan. Ya'ni sizlar mashinani ijaraga olsanglar bo'lar ekan. Belgilangan vaqtgacha, nechidir minutgacha, nechidir soatgacha bemalol turgan mashinani kelasizlar va ijaraga olasizlar. Xullas, mashinasi yil oxirigacha yo'lga qo'yilar ekan. Aka-ukalar, nima deb o'ylaysizlar? Oldin yo'llarimizni to'g'irlab, yo'llarni kengaytirib, kirdi chiqdilarni ozgina joyiga qo'yib, keyin bunaqa narsalarni qilish kerakmi deb o'ylayman. Chunki endi bu meni shaxsiy fikrim. Chunki o'zi shundoq ham hozir ko'ryapsizlar, probkani ketiga probkaga tushyapmiz. Carsharing paydo bo'lsa, mashinasi yo'q hamyurtlarimiz mashinada ko'chaga chiqishga boshlashadi. Bu degani yana probka ustiga probka bo'ladi degani. Tez orada yilning oxiridan kutib qolar ekanmiz probka yana ko'payishini. Xullas, endi bu meni shaxsiy fikrim va shaxsiy taklifim. Oldin yo'llarning strukturasini to'g'irlash kerak. Yo'lni kengaytirish kerak. Misol uchun razvorot pavrotlarni mostli qilish kerak, tepadan yoki podzemniy qilish kerak va o'shanda qolgan narsalarni qilsa bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Sizlarning fikringiz ham muhim.